Salom barchaga, xayrli kun va bu yana Dayin Duncan Sims kanali va bugun biz yana sizlar bilan o'sha eski Android uchun moslangan Sims 3 gameplayini birgalikda o'ynashni boshlaymiz. Biz o'tgan safar nima qilgandik? Bu qizni gulchapchap ishga borish kerak edi. U vaqtli uxlab qo'ygani uchun hozir uyqusi kelmayapti. Soat hozir 5-6 bo'lyapti. Xo'sh, ungacha ovqatlanib oladi va so'ng ishga boradi. Menga haligacha g'alati ko'rinadi shu o'z xolodilnikidan pulga ovqat sotib olish. Qanchalik g'alati bo'lmasin, noto'g'ri, to'g'ri. Chunki siz xolodilnikni to'ldirish uchun produkta qilasiz. Ya'ni produkta qilganingizdan keyin siz albatta pulingiz ketadi. To'g'ri. Yaxshi, logично. Endi bu soat 8 gacha qanday vaqtda o'tkazishni bilmayapmiz o'rtoqlar. Bir amallab soatni mana 7 ga yaqinlashtirib oldik. Bitta yomon odati bor shu o'yinni. Agar nesuda uxlab qolsangiz, keyin tuni bilan yurib chiqishingizga to'g'ri keladi va ishdan chiqib sirasi yana uxlashingizga to'g'ri keladi. Chunki ishdan chiqib sizni ya'ni personajingiz charchaydi. Yana nima desam, boyo'g'li bo'lib qolasiz. Ya'ni tunda yurib chiqasiz, kunduz uxlaysiz. Bilasizlarmi, hozir buni hojatxonaga borgisi kelyapti to'shna. Chunki bu yoqda yashil yonmay qoldi. Lekin agar hozir u ishni qilsak, ishga kech qolamiz. Tugon qayd. Yo'q, bu ishni qilma. Qanchalik g'alati, shunchalik vaqtli uyg'onsang ham ishga kechikib borish bu qizlarni bir yomon odati deb hisoblaymiz. Tezroq ishga bor yo'g'i 2 daqiqa qoldi. 1 daqiqa. Ishga birinchi kundan kechikib borish. Nimasi bu gulchapchap? Do you want to go to town? Of course. Tezroq bor. Menimcha gulchapchapga tezroq mashina berishimiz kerak. Chunki mashina bo'lsa, ishga tezroq boradi. Kech qolmaydi. Mana hozir 8 dan 10 почти 15 daqiqa o'tganda yetib keldi. 15 minut kechikdi. Mayli, birinchi ish kunidan indashmaydi. Ishxonada yana bir qiziq tomoni shundaki, haqiqiy hayotda misol uchun ishga kechikib borursiz nima bo'ladi? Hayfsan yozasiz, yili tam ishdan bo'shatilasiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Ishga kechikib borursiz, sizni ishdan bo'shatib yuborishadi. Ba'zan qayta o'sha ishga olishmaydi. Olishadi yalinganingizdan keyin. Mana uyga yetib keldik. O'rtoqlar, boya qilmagan ishimizni oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Nimaligini tushundik. Ishdan kelib yengil dush qabul qilishga nima yetsin, to'g'rimi? Men ko'proq Sims Free Play va The Sims Mobile o'yinlarini ko'p o'ynab, bu o'yinni qanchalik qanaqa ekanligi esimdan ham chiqib ketibdi. Bilasizlarmi, menga juda ham yoqdi. Как раз meni noutbukim buzilib qolgani uchun kompyuterning versiyasini hozir o'ynay olmayman. Shuning uchun bu xuddi o'shani o'zi. Hech qanday farqli emas. Hattoki u o'yinlardan ko'ra bu o'yinning strategiyasi kuchliroq ko'rinyapti menga hozir. Ana bizda yomon yangilik, xolodilnikimiz buzildi o'rtoqlar. Aytgandim, bu narsalar buziladi, mana buzildi. Biz aylanib kelmoqchimiz. Xolodilnik bilan keyin shug'ullanamiz. Hali vaqt bor. Shahar aylanishdan maqsad nima? Kim bilandir tanishtirmoqchiman gulchapchap bechorani. Chunki xo'sh, hozir Barniynikiga bormoqchimiz. O'tgan safar aytdim-ku, bo'ydoq ekan deb uyini tepasida, chunki faqat uni ismi yozilib turibdi. Agar xotini bo'lsa, yana bir qiz bolaning ismi qo'shiladi. O'rtoqlar, Barniyning uyiga boramiz. Barniy uydamikan? Hozir barcha sim personajlarni ishdan qaytish vaqtini hisobga olsak, demak Barniy uyda bo'ladi. Hozir mana Barniyning uyiga keldik. Shinam uy ekan. Taqillatamiz. Barniy jon, eshikni och. O'xtay, sirasi ochib bizga
Nima haqida gapirganini aytmay qo'ya qolay. Xullas, gaplashyapmiz. Barni bashanamizga ishini yopib qo'ydi. Kiramiz. Gul chap-chap. Barnini uyi biznikidan ancha katta. Kostyum shimda, demak, Barni boy. Barnini ilintirish kerak. To'g'risini aytsam, menga aslida hozirgi vaqtda Gul chap-chapni bo'ydoqligi juda ham yoqadi. Chunki bo'ydoq bo'lishga nima yetsin, to'g'rimi o'rtoqlar? Hech kim sizlarni kontrol qilmaydi. Hech kim o'tga borma, bo'tga borma, u bilan gaplashma, bu dugonang bilan gaplashma demaydi. Maza qilib bo'ydoq bo'lib yursang-chi, Gul chap-chap. Sen o'rningda bo'lganimda yo'q. Baribir erga tegish kerak. Yerga teg, lutfi. Mayli, hazil o'z o'rniga. Ba'zan nima desam ekan, bu o'yin unchalik ham mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bizni mentalitetga to'g'ri kelmaydi. O'zimizning yoshlarimiz ham bu mentalitetga to'g'ri keladigan ishlarni qilayotgani yo'q hozirgi zamonda. Mayli. Biz Barni bilan filtr, ya'ni uni filtr qilyapmiz, filtrdan o'tkazyapmiz. Tozalayapmiz. Yo'q, unaqa emas. Biz yomon raqs tushib beryapmiz o'rtoqlar. Afsuslandim shuni tanlaganimga. Nima qilay? Bu o'yinni qandaydir bir funksiyasi deb hisoblanglar. Mani tarbiyam unaqa emas. G'irt begona odamga kelib bunaqa o'ynab beradigan darajada yomon emasman. Umuman даже boshqa begonalar bilan отношения qilmayman. Buni YouTube'da kanal ochib, o'zim bilan o'zim gaplashib o'tirganimdan bilsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, Barnijon, Jonajon, Barnijon. Xo'sh, ismi Building Romance. Bular endi boshladi, ya'ni romantik aloqalarni endi boshladi. Endi uchrashuvgacha agar olib borsak, Barnijon ketib qoldi. Biz ham xafamiz Barnijondan. Barni, ismi Barni. Xullas, Barni ayiqchasi deydi-yu, detskiy ism ekan. To'g'risi, uyga qaytamiz. To'g'rimi? Chunki ertalab ishga borishimiz kerak. Mana uxlaydigan vaqt bo'ldi. Gul chap-chap, kechasi yurishni bas qil. Yomon qiz bo'lma. Seni xarakteringga yaxshi qiz deb yozganman. Yomon deb yozsam bo'lar. Xo'sh, biz Barnini uyidan ketyapmiz, qaytyapmiz uyimizga. Mana ko'rishlar mumkin. Tun bo'lgani uchun soat 22:30 bo'lgani uchun shaharda mana chiroqlar yonilgan, haqiqiy tunni atmosferasini beradi. Mana ko'rpachagul yo'q, Gul chap-chap o'z vaqtida uyga yetib keldi, endi uxlaydi. Sim qanchalik vohli joyiga yotsa, shunchalik yaxshi, chunki agar shunchalik charchab kelib uxlaydigan bo'lsa, ish vaqti yetib qolgan bo'lsa ham uxlab yotaveradi. Biz xolodilnikimiz hali ham buzuq, e'tibor bermaymiz. Mana birda turdik o'rtoqlar. Ba'zan agar simiylar uncha charchamasa, shunaqa vohli uyg'on bo'ladi. Agar juda charchasa, ko'p uxlaydi. Bu yerda hozir biz xolodilnikimizni tuzatishga harakat qilamiz. Sizda hech qanday tuzatuvchi asbob anjom yo'q deyapti. Xo'sh, u asbob anjomni qayerdan sotib olamiz biz? Ozgina esimdan chiqdi. Kiramiz, Buy Furniture. Elektronika kiramiz. Yo'q, kompyuter ochilmagan. Chip Store. Arzon televizor, arzon radio, qoyil. Lighting yo'q. Bitta ham yo'q. Aslida biz oshxonamizga bitta lampochka olishimiz kerak o'rtoqlar. Yana nima plant? Kelib bironimiz sotib olamiz. Shu gulni sotib olaylik. Xatga qo'yamiz uni. Mana shu yerga stol ustiga qo'yamiz. Chiroyli gul ekan. Xo'sh, asbob anjomlarni qayerdan sotib olardi o'zi? Bu yo'q. Bu devorlarni to'g'rilaydigan joy. Yana qidiryapmiz o'rtoqlar. Yo'q. Bu yerda yo'q. Kitchen
Ichindayam hech nima yo'q. O'qting. Xolodilnik 200. O'qting, gaz pechi chipsda arzon gaz pechi. U bizga albatta kerak, sotib olishimiz shart. Neto qo'yib qo'ydik. Endi uni o'zgartiramiz. Rotate, of course. Rotate qilamiz. Yo'q. Yana. Mana endi normalniy bo'ldi. Oshxonamizda endi gazimiz bor o'rtoqlar. Xolodilnik qanday to'g'rilardik? Your sim doesn't have any to repair that with. Endi menimcha supermarketga borishimiz kerak. Yoki qandaydir magazinga borishimiz kerak. Buning uchun biz shaharga borib kelamiz. Ko'chaga chiqamiz deylik. Biz shaharda turadi-ku. Xo'sh. Mana hali ertalab bo'lmadi, shuning uchun chiroqlar yonuv. Yana Quickmart. Ya'ni shu yerda bormikin? Как supermarketda bo'ldi. Nima sotilar ekan bu yerda? Beans, carrot, yo'q, bitta sabzavotlar sotilar ekan, yemish, xullas. Supermarket. Baliq, tomato, zucchini, yo'q, bizga kerak emas. Bizga xolodilnikni tuzatish uchun asbob anjom kerak. Lekin xolodilnigim buzilib qolgan taqdirda men umuman o'zim to'g'irlamagan bo'lardim. Bu yerda ham faqat yemish sotiladi, yo'q. Qayerlarga boramiz? Mana bu yerda mashina sotsak bo'ladi o'rtoqlar. Mashinalar narxini keyin ko'ramiz. O Volterning uyi ekan. Volterning uyini qanday ko'rdinglarmi, qanaqa kattaligini? O'zi birinchi Volter bilan gaplashishni boshlaganda yana Volterga qaytamiz shekilli. Mayli. Keyinchalik mana repair kit. Ana o'shani sotib olishimiz kerak o'rtoqlar. $200 ga. Sotib oldik. Endi bemalol biz o'zimizni xolodilligimizni borib tuzatishimiz mumkin. Yana nimadir sotib olsak bo'larmikin? Nima sotib olamiz? Gullarni sug'oradiganini sotib olamiz. Leyka da topdim nomini. Uyga qaytdik o'rtoqlar. Chunki biz xolodilligimizni tuzatishimiz kerak. Xolodilniksiz nikak. Qornni to'ydirish faqat xolodilnik bilan bog'liq hozircha bizda. Fix. Qo'y. Qanaqa tuzatardi buni? Mana bularni shunday qo'yib qo'ysa bo'lmasmikin? Yo'q, bo'lmayapti. Aytdim-ku, esimdan chiqib ketibdi deb o'rnini almashtirish kerak. Na olinmayapti, na yangisi qo'yilmayapti. Hozir vaqt tugaydi, vaqti bor. Agar vaqtiga yetkazib qilavermasanglar, to'q uradi sizlarni o'rtoqlar. To'q urgandan o'ladi keyin sim. To'g'ri qilmasa, vaqt tugaversa, 2-3 martadan keyin albatta sim to'q uradi simni. Ya'ni sim personajni to'q uradi va qarabsizki, alvido gulchapchap bo'ladi. Bu keyin turmayapti. Nima qilish kerak? Mana. Put the broken debdi. Hozir vaqt tugadi lekin o'rtoqlar. Yana ulgurmadik, lekin endi tushundim. Nima qilish kerakligini. Put the broken xullas barcha o'sha eski chirsillab turgan elektrodlarni musorchilikka tashlaydi. Ana. Nima deyapsizlar? Mana elektrikman-ku men. Uylarni montaj ham qilaman kerak bo'lsa. Tim bo'ldi elektrikni xotiraman. Hazil emas, haqiqiy hayotda xuddi shunday. Mana bizni xolodilnik endi chirsillamayapti. Demak, u endi tuzaldi. Bu biz uchun muhim predmet. Ovqatlanish uchun, agar sim ovqatlanmasa, albatta ochlikdan o'ladi. Shuning uchun bizga albatta xolodilnik kerak o'rtoqlar. Oldin men bilmasdim. Chunki
bu o'yinda rus tili yo'q. Rus tilini tanlab tushunishga harakat qilay desam unaqa imkon yo'q edi. Unda ingliz tilini yaxshi bilmasdim. Demak, xolodilnikni tushunish, ya'ni uni tuzatish uchun undagi so'zlarni tushunmasdan tuzata olmasdim. Shunda nima qilardim men bilasizlarmi? O'sha eski chirsillab yotgan xolodilnikni sotaverardim-da, yangi xolodilnik olaverardim. Topgan pulim xolodilnikka ketardi. Ну, endi mana hozir bilaman. Uxlatamiz yana. Soat ham mana 5 ga yaqinlashibdi. Bu degani yana biroz uxlasak soat 8 bo'ladi va biz bemalol ishga boramiz o'rtoqlar. Xo'sh. Ishimiz soat 8:30 da boshlanar ekan. Kecha ishga borganda bu kech qoldi degandim. 15 minut kech qoldi degandim. 8 dan 15 daqiqa o'tganda, lekin kech qolmagan ekan o'rtoqlar. Uyqudan turdik, mana 7 bo'ldi. Bemalol hali vaqting ko'p go'sh. Bemalol ishlaringni bajarib olaver. Qo'lingni yuv. Endi ishga otlan, sekin ketaver. Mashinang yo'q, shuning uchun peshkom yurishni ham hisobni oldi. Yurishni qaraylik buni. Mana ko'chaga chiqdik o'rtoqlar. Endi ishxonaga boramiz. Town hall. Quick job, walk to. Yo'q, ishdan ketmoqchi emasmiz. Qachonki ish vaqti boshlanadi, o'shandagina bular ishga kel deb buyruq beradi. Bu yerda hali soat 8 bo'lmagani uchun go to work degan yozuv chiqmayapti. Ya'ni ishlash. Hali vaqt bor. Shuning uchun shunaqa yozuv chiqmadi hali o'rtoqlar. Mana hozir soat 8 bo'lishi bilan mana yozuv chiqdi. Tezroq ishga borish. Start work soon. Mana biz yarim soat avval keldik. Ozgina pul qo'shsanglar bo'lmaydimi shunga yarasha? Endi biz Walternikiga boramiz. Kecha biz uni uyini nima edi? Barnimi? O'shanikidan ham zo'rligini ko'rdik-ku. Endi borib uni ilintiramiz. Gulchapchap. Juda ham yomon qiz bo'lsan lekin. Mana Walterning uyini qaranglar. Qanaqa chiroyli. Narigi qo'shnisi uylangan. Unga umid ham qilmasak bo'ladi. Agar borib unga gapirsak, xotini kelib urishadi. Bir kun shuni ham video qilib chiqaraman. Xo'sh, knock. Who is that? deydi-yu, debilensda. Taqillatamiz. Walter qayerdasan? Walter John. Ovoz qatdan chiqdi. Yonimizda turibdi. Tashqarida ekanda demak. Ovqatlangani keldim. Hali denigin ochda go'sht haqida gapirdingmi? Xo'sh, mana Walter bizni juda ham kirishimli, do'stona deb qabul qilyapti. Biz sen bilan do'stlashgani kelmadik, lekin aslida. Xo'sh, kiramiz. Gaplashamiz. Walter Johnning boshini aylantiramiz. Nega bularning sochi oq, ha? To'g'ri, boy odam yoshligidan boy bo'la olmaydi albatta. Qariganda, sochi oqarganda. Mayli, bizga nima desam ekan, biz uyga ko'chib kelsak ham bo'ladi. Mana qo'shiq yoqdi, boshqa qo'shiq qilsak bo'ladi. Ana bizni Gulchapchap maza qilib raqs tushyapti. Televizor ko'ramiz. G'alati, birovning kelib hech nima gaplashmasdan televizor yoqib ko'rib o'tirish. Serialim bo'lyapti, ko'rasan maylimi desa-ya. Yaxshi hamki men serial ko'rishni yoqtirmayman. Televizorni o'chiramiz. Endi Walter qayyodasan? Vanada ekan u. U bilan gaplashish kerak. Filtr qilib qo'yaylik-chi sirazi. Balki unga ham sirazi yoqar. Do'stona bo'lib vaqt o'tkazgandan ko'ra. Uncha ta'sir qilmadi. Xo'sh, pomidorni yaxshi ko'rasanmi? Men juda ham yaxshi ko'raman. You seem different with Walter. Walter bilan friend bo'ldi. Bizga friend emas.
bizga boyfriend kerak. Xo'sh. Ana boshlandi. Bittada aldandi desa ham bo'ladi. Yana o'sha g'alati raqsimiz bilan Gulchapchap bizni hayron qoltiryapti. Menimcha Volter ham hayron. Xullas. Yaxshilab boshni aylantir. Dugosh. Qara uyini zo'rligini, uyga ko'chib kelasan. Uyga ko'chib kelsak bo'ladi. Yoki biz o'zimiz uyimizga taklif qilsak bo'ladi, yoki buni uyiga ko'chib kelsak bo'ladi. Oldin knopkali telefonda o'ynaganimda men bunaqa qilardim. Kim bilandir romantik aloqa o'rnatardim va ularni o'zimni uyimda yashashga taklif qilardim. Chunki ularning uylari katta bo'lardi-da. Agar ularnikiga ko'chib o'tsam ham bo'ladi, keyin nima bo'lardi? Avval o'zimnikiga taklif qilardim ularni. Shunda ularning chiroyli uylari bo'sh qolardi. Chunki ular men bilan yashayotgan bo'ladi-yu. Keyin ular bilan romantik aloqani uzardim-da, ularning uyiga ko'chib o'tardim. Va qarabsizki, menda katta chiroyli uy, tayyor uy bo'lardi. Mana shunaqa qilsa bo'ladi. Men ularning chiroyli uylariga ko'chib o'tganimdan keyin ular meni eski uyimda qolib ketishardi. Keyin qayta o'zlarining uyiga ko'cha olmasdi, chunki u yerda men yashayotgan bo'lardim. Ular shunaqa ayolli usuli bilan katta chiroyli uylarga ega bo'lardim. Mana qanday xitraya, qanday mug'ambir qiz bo'lganimni bo'ydoqligimda mana bilib olsizlar. Shunaqa bo'lganman. Haqiqiy hayotda hech kimni chuv tushirmasdim. Faqat shu simslarimni aldardim. Endi tanishganiga uncha 1 kun, 2 kun bo'lmadi. 2 kun bo'ldi deydi. 2 kunlik tanish bilan уже bitta divanda yotibdi. Uyatsiz Gulchapchap. Sassiq Gulchapchap. Ismingni ko'rpacha gul qo'ysam bo'larkan. Nima deb qisqartirsa bo'ladi bo'lsa, Guli degim kelmayapti. Ismim Chapchap desak. Xo'sh, har xil musiqalarni sinab ko'ryapmiz. Bir kun karischa qo'shig'imni eshitib qolgandim shunda. O'chirib qo'ya qolaylik shuni. Ortiqcha shovqin. O'chiramiz o'rtoqlar. Soat 1 bo'ldi. Uyga ketmaysanmi? Gulchapchap, nima qilmoqchisan? I'm going to use the toilet and have a shower. Yana nima qilmoqchisan? Bu uyda Volterni uyg'otamiz. Endi mehmon bor edi, u bemalol uxlab yotibdi. Lekin haqiqiy hayotda agar uyiga qandaydir cho'lka kelib qolsa, o'g'il bola bunaqa uxlamas ekan. Bu bechora Volterjon ertalab ishga borish kerak, shuning uchun uxlayapti. Biz bo'lsa uni bezovta qilamiz hozir. Turg'izamiz uni. Nima endi biz mehmonga kelamiz. U bo'lsa hozir Volterning telefonidan Barniga telefon qilib bort beramiz. Damino, men Volter bilan gaplashaman. Seni uying unchalik mayli, unchalik kamsitmaydi. Xullas, Damino dedik, silab siypalab bir tepdik uni. Endi shaharga ketaymikin? Yana shaharda bo'laman. Ko'chaga chiqsammikin demoqchi edim. Mana yana biroz uxlab ko'raylik-chi o'rtoqlar. Agar soat 1 где-то 4 bo'lib qolsa, sekin uyga suramiz. Ammo yana bitta xona bor ekan, o'sha yerda yotsang bo'lardi-yu. Mana qaranglar, pastda bizda shunaqangi uyatsiz narsa taklif qilyaptiki. Woohoo with something deyapti. Woohoo bu. Woohoo nimaligini keyin o'zingizlar tushunib olasizlar. Mana biz Volterni turg'izdik. Volterjonni uyg'otib, mana biz raqs tushib beramiz soat 3:30. Agar kimdir meni turg'izib kech qolishdan o'ynab berganda, quloq chakkasiga qarab qo'yib qolardim. Nima haqida gaplashyapti ekan bular? Bechora Volter ertalab ishga borish kerak, biz uni vohli turg'izib oldik. Nimaga jo'xorini yaxshi ko'rasanmi? Ha, uni qaynatilgani juda ham shirin bo'ladi. Yo'q. Uyingdagi mebellar juda ham ajoyib ekan. Ha, bu Volterga yoqdi. Men harakat qilaman ularni boshdan chiqqan narsalar bilan bog'lab tema qilishga. Mana gullarni sug'orib berasanmi? Yo'q. O'zi uyingda normalniy gul bormi? O'xti, sraz bilan temaga o'tib ketdi. Xo'sh,
Volter bilan bir romantik bo'lamiz. Mana bular romantik bo'lyapti, romantik aloqalar o'rnatyapti. Xo'sh, kompliment aytamiz. Sen bu nonga o'xshaysan. Rahmat. Yana quchoqlashish. Volterga bu 2+ bo'lib ketdi. Yana yoqdan izolalar. Volter, xullas, baliq yeymizmi? Nima deysan, Volter? Ana endi biz Volter bilan svidaniyani boshladik, o'rtoqlar. Date deb yozildi. Endi bu ikkalasi uchrashuv, ya'ni televizor ko'ramizmi deyapti. Xo'sh. Endi Volter qatga ketdi. Mayli, biz uchrashuvgacha uni ko'ndirdik. Har gaplash jonimga tegdi u bilan. Endi nima qilamiz? Biroz ovqatlanamiz, o'rtoqlar. Ovqatlanamiz. Qaranglar, birovni xolodilnikdan ovqatlansanglar tekin bo'lar ekan. $10 ketmas ekan. Unda yana ovqatlanamiz. Esimga tushdi. Agar sizlar begonani uyiga borib xolodilnigidan shunaqa ovqatlansanglar, u keladida sizlarning yoningizga, keyin o'z noroziligini ko'rsatadi. Agar sizlar uni ignor qilib yana ovqat yeyirsanglar, sizlarni uydan haydab yuboradi. Juda ham qiziq, to'g'rimi? Televizor ko'ramiz birpas. Volterjon qani? Qani sen it? U qochib ketib boshqa xonada uxlayapti. Xudoyim, yaramas. Biz nimaga keldik sanakiga? Mehmonga keldik. Sen mehmonni qo'yib uxlab yotasan. Soat 6 bo'ldi, tursang ham bo'lardi o'sha. Mayli, endi Volterni bezovta qilmaymiz. O'zimiz ham ishga borishimiz kerak. 5 kun ishlaymiz. Juma kunidan boshlab biz bemalol 2 kun dam olamiz, o'rtoqlar. Xo'sh, ko'chaga ketdik. Soat endi 6:30 bo'lganligini hisobga olgan holatda hali ishga juda ham vaqtli. Lekin Volterni va bizning ishxonamiz o'rtasidagi yo'l masofasi uzoqroq bo'lgani uchun vaqtliroq chiqdik. Mana hozir ko'rishlar mumkin, ko'rsataman masofani, o'rtoqlar. Mana ancha uzoq masofa, Town Hallgacha va Volterni uyigacha. Kelajakda biz albatta unga mashina sotib olamiz mana bu yerdan, chunki mashina albatta kerak. Xullas, mana ishga ketyapti Gulchapchap. Bilasizlarmi, bu yer juda ham chiroyli ko'rinadi. Hozir har xil aylantirib ko'rsatib beraman shaharni. Qanchalik chiroyli, mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli. Mana 7:30 bo'ldi. Mana ko'rdinglarmi? Ancha masofa uchun ancha vaqt ketib qoldi. Xullas, bugungi videoga yakun yasashdan oldin Gulchapchapning keyingi sarguzashtlari, Volter bilan nimalar bo'lishi menga ham qiziq va sizlarni o'z kanalimda kutib qolaman. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar.